21 kun davomida bu amaliyotni qilsangiz, hayotingiz katta ehtimol bilan avvalgidek bo'lmaydi. Siz hatto uxlayotganingizda ham pul oqimi ochila boshlaganini sezasiz. Har kuni kamida 2 marta takrorlashingiz kerak bo'ladi. Keyin bo'ladigan o'zgarishlardan o'zingiz ham hayratlanasiz. Ertalab va kechqurun aynan mana shu so'zlarni takrorlang. Buning uchun bizga 1 stakan suv kerak bo'ladi. Ayting: Allohim, halol va barakali pul eshiklarini menga och. Mening foydamga ishlaydigan imkoniyatlarga ochiqman va men tayyorman. Pul oqimi hayotimga yengil va oson kirib kelishiga ruxsat beraman. Men mo'l-ko'lchilikka loyiqman. Umid qilamanki, buning belgisi menga albatta keladi. Men ochiqman va men tayyorman. Shundan so'ng suvni ichasiz. Qisqa vaqt ichida bu amaliyot hayotingizda namoyon bo'la boshlaydi. Kutilmagan daromadlar, yangi imkoniyatlar, pul oqimi va hatto uxlaganingizda ham pul kelishini sezasiz.